Frunze Hamkor Bank. Frunzening yo'li, bu tarafimiz eski Zapchas bozor, Sartepo Zapchas bozori. Mana shuni o'rtasida kirganda 68 kvadratli xonamiz chiqqan, narxi $17,000 bosh to'lov to'lab qolganda 1 yildan 10 yilgacha qilib olsangiz bo'ladi. Yo'q, men ipoteka olmayman, naq olaman deganlar uchun. Assalomu alaykum, hurmatli ahli Instagram. $17,000 ga 2 xonalik 68 kvadratlik mana shu xonamiz chiqqan, $17,000 bosh to'lov to'lab, qolganini 1 yildan 10 yilgacha ipoteka qilsangiz bo'ladi. Mana shu birinchi xonasi kattagina zali va ikkinchi xonasi. Mana shu yerni spalni qilsa ham bo'ladi. Qarochi bu tarafda ham trezasi bor, zakritый balkoni bor. Bu spalni qilsangiz bo'ladi. O'zini shkofchasi ham bor. Qarochi ikki xona 68 kvadrat 17,000 bosh to'lov to'lab, qolganini 1 yildan 10 yilgacha qilib olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa ikkita xonamiz, eshikdan shunday kiraverishda mana shunaqangi prixoshka zonamiz bor. Bu tarafda kladovkasi ham bor. Ana endi buni plyus tarafi razdельный banya tualeti bo'ladi. Mana bu tarafda kuxnisi bo'ladi. Kuxnini bu tarafda balkonga chiqargan va mana bu yerga o'tirib yeydigan joy qilsangiz bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha qo'ying. Men pastda nomer qoldiraman, bemalol bizga aloqaga chiqing. Agar naqd pulga olaman degan bo'lsangiz, agar 39,000 berib, yana ozgina savdo qilsangiz ham bo'ladi. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.